Assalomu alaykum. Qadrli obunachilari, mijozlari. Sizlarga mana gazlarimizni obzor qilamiz. Mahsulotlarimizni bir qator tushuncha berib, narx-navosi bilan tanishtiramiz. Inshaalloh bundan kelgancha artel gazimiz, bittasi elektr, uchtasi gaz. Duxovka qismi, pastki qismi gaz, tevasi elektr. Bir vaqtda foydalansa bo'laveradi ikkovini. Bir vaqtda teng yoqib. Xo'p, buni qulayliklari, panjaralari cho'yan. Xo'p, o't oldirgich zajyalkalari har bitta qulog'ini o'zida juda qulay bu. Misol alohida metta hammasida bittada yoqmaysizda, har bitta qulog'ini esiz o'zi chaqib yonaveradi. Shu narsa duxovkaning ichida ham bor, ichki qismida ham. Ko'p gazlarda bo'ladi. Zajyalka faqat tevani o'zida bo'ladi, duxovkada bo'lmaydi. Bularda duxovkasida ham bor. Keyin listi ikkita, bitta listi chuqur, piroylar uchun bitta listi standart. Keyin mana bokovoy reshotkalari ko'p gazlarda 3 talik bo'ladi. Baland qiladigan bularda 5 talik bo'ladi. Bundan tashqari yana taylari ham ochiladi, bemalol narsalar qo'yib saqlasiz bo'laveradi. Hop, termokazatelari bor. Nihoyatda bu qulay bo'ladi. Duxovkaning ichidagi gradus nechida turganini bilish uchun yaxshi narsa. Xo'p, bu gazimizni narxiga keladigan bo'lsak, 3.300.000 so'm qilib beryapmiz. Shuning ichida dastlabki xizmatlari shahar ichida bepul bo'ladi. Keyingi gazimiz Artel brendidan Sinfonia 02K degan modeli bo'ladi. Xo'p, bu gazimizni bittasi elektr, uchtasi gazga moslangan. Duxovka qismiga keladigan bo'lsak, pastki qismi gaz, tevasi elektr. Bu ham shu bir vaqtda o'zida ikkovini teng yoqib turib foydalansa bo'laveradi. Batda yana grill pishirgani ham qulayligi bor gazimizning. Bu gazda qolgan gazlardan farqi, odatda gazlarimiz obычно shunday yonsa, bu gazimizga multiflay degan narsa qo'yilgan. Bu gazimizni ham bosim bilan yoqib beradi, ham ekonom qiladi mana. Misol uchun bu obычно yonadigan gazlar 13 daqiqada qaynatayotgan narsasini 3 litr suvda, bu 10 daqiqa yu 4 soniyada unaqa qaynatyapti. Bularda misol uchun 91%, 9% ekonom qilayotgan bo'lsa, bundan ham yana 22% ekonom qiladi gazingizni. Tejab beradi. Endi bu gaz unaqa 4 sloyda yonadi. Yonadigan nimasi ham boshqacha bo'ladi. Baland yonmaydi, qozonni o'rtasiga yoqadi, effekti ham yaxshi bo'ladi. Yana bu eng odamlarga yoqadigan tarafi bitta pastki qismi shkafni ochiladi. Misol uchun mana bor gaz, bundan ochiladigan gaz, bor gaz, shkafni ochiladigan gaz. Bu endi premium segmentdagi narsa. Misol quloqlariga mana alohida e'tibor berasizlar. Juda ham bir boshqacha dizaynda ishlangan, hamma yo'g'ini premium qilib, ranglari ham qora matoviy rang bo'ladi. Keyingi gazimiz, xo'p, Artel brendidan Appetito 02G degan modeli. Bu gazimiz to'liq gazga moslangan bo'ladi. Xo'p, bu gazni yana fishkalaridan, zajgalkalari bunda ham har bitta qulog'ini o'zida alohida esiz o'zi chaqib yonaveradi. Shu narsa duxovkaning ichida ham bor. Keyin mabodo yosh bola o'ynab yokida bir holat bo'lib, misol suv toshibmi, gaz o'chib qoladigan bo'lsa, qulog'i ochiq turgan holatda ham gazni o'zi o'chirib qo'yadi avtomatik. Shuni aqlli gaz kontrol degan narsa bilan nazorat qiladigan shunday narsa qo'yilgan. Keyin materialga keladigan bo'lsak, bu qismi ham, teva qismi ham holatlanga turibdi batda. To'liq nirjaveykadan ishlangan bo'ladi. Bu gazimizga ham e'tibor berasizlar. Duxovkaning ichida lampochka, grill pishirgani qulayliklari, duxovka полный biokeramический qoplama bu nima beradi? Mabodo misol uchun pishirilayotgan mahsulotlar hidi urib qolmaydi. Listlari, qoplamalari полный shunday bo'ladi. Buni ham duxovkalarning ichida o'sha gaz nazoratlari bor, bir holat bo'lib gaz o'chib qolsa, o'zi o'chirib qo'yadi gazni. Keyingi gazimiz, xo'p, Artel brendidan Milagro 02G seriya bo'ladi. Ish stoli teva qismi qora bo'ladi. Bittasi elektr, uchtasi gazga moslangan. Reshotkalari cho'yan.
Xo'p, bitta duxovkamiz bu gazda to'liq gazga moslangan bo'ladi. Bunda ham har bitta zajyalkasi har bitta qulog'ini o'zida esiz chaqib yonaveradi. Yana plus duxovkani ichida ham shu bir xil zajyalkasi bor. Xo'p, gaz nazorati bor bu gazimizda ham. Mabodo bir holat bo'lsa, gazni o'zi o'chirib qo'yadi. Hidi chiqib tursa, taylari ochiladi bu gazimizda ham mana. Termokazatellari bor. Bunda ham xuddi shunaqa, misol uchun past baland qiladigan xona 5 talik. Keyin duxovka полный biokeramika qoplama bilan qoplangan. Lampochka ham yo'q bu duxovkani. Keyin gazimizga keladigan bo'lsa, Ideal brendidan 280 degan modeli. Bu gazimizni teva qismi to'rovi gazga moslangan bo'ladi. Reshotkalari cho'yan, zajyalkasi bor. Xo'p, grill pishirgani qulayligi bor. Endi qolgan gazlardan farqi, bu gazimiz zajyalkasi knopkada bo'ladi. Bitta shundan chaqadi hammasi tevasiga. Lekin duxovkani ichki qismida zajyalkasi bo'lmaydi bu gazlar. Endi xo'p, bu gazimiz duxovkani ichi emalniy bo'ladi. Ikkita to'rtburchakli, bitta setichniy bor. Barbekyuga grill pishirgani ham qulayligi bo'ladi. Bu gazimizni narxiga keladigan bo'lsak, 2 million 700 ming so'm qilib beramiz. Xo'p. Keyingi gazimiz ham Ideal brendidan 325 modeli bo'ladi. 325 model faqat 2 xil bo'ladi. Reshotkasi cho'yanli bo'ladi, oddiy temirli emalli bo'ladi. Bu cho'yanli yaxshiroq bo'ladi. Narsalar qo'ysa sig'anib ketmaydi. Bunda ham teva qismini zanglamaydigan metal qilgan. Xo'p, zajyalkasi bor. Shu teva qismini o'zida duxovkada bo'lmaydi. Grill pishirgani qulayligi bor. Duxovka qismi pastki qismi gaz, teva qismi elektr bo'ladi. Ikkita to'rtburchakli, bitta setichniy bo'ladi. Grill pishirgan qulaylik bo'ladi. Xo'p, bu gazimizni 2 million 600 ming so'm qilib beryapmiz. Keyingi gazimiz Ideal brendidan bu ham rangi boshqacharoq, shu balotoviy rang bo'ladi. Keyin bunda ham zanglamaydigan metal qilgan. Teva qismi to'rovi ham gazga moslangan bo'ladi. Bunda ham mana zajyalkasi bor. Teva qismida grill pishirgani qulayligi bor. Duxovkani pastki qismi gaz, teva qismi elektr bo'ladi. Bu gazimiz ham 2 million 600 ming so'm beramiz. Keyingi gazimiz xo'p, Artel brendidan bo'ladi. Grand Milagro 01 bo'ladi. Qora matoviy bo'ladi. Qora matoviy ranglar odatda xuddi shuna, misol uchun deylik, ikkovi bir xil bo'lsa ham, qora matoviy rang ancha qimmatroq yuradi. Endi bu gazimizga kelsak, teva qismi bittasi elektr, 3tasi gazga moslangan bo'ladi. Panjaralari ham mana cho'yan bo'lib ham tishlari ko'p, nihoyatda baquvvat bo'ladi. Duxovka qismiga keladigan bo'lsak, pastki qismi gaz, teva qismi elektr, lampochkalari bor, bokovoy reshotkalari bor. Xo'p, duxovkani ikkita to'rtburchak listi bor. Bitta listi chuqur bo'ladi, bitta listi standart bo'ladi. Termokazatellari bor, taylari ochiladi, zajyalkalari har bitta qulog'ini o'zida, itom duxovkani ichida ham shu. Keyin mabodo gaz o'chib qolsa ham gaz nazorati bor. Teva qismida ham, duxovkani ichida ham gazni o'zi avtomatik o'chirib qo'yadi, quloq ochiq turgan holatda bo'lsa, qolib ketgan bo'lsa ham. Xo'p, bu gazimizni narxiga keladigan bo'lsak, 3 million 400 ming so'm qilib beryapmiz. Xo'p, keyingi gazimizga keladigan bo'lsak, bu ham Artel brendidan bo'ladi. Xo'p, teva qismiga keladigan bo'lsak, bittasi elektr, 3tasi gazli bo'ladi. Faqat e'tibor beramiz, albatta bu qismi ikkitali yonadi, ham bati, ham bag'i yonadi. Wok Comfort deyiladi bu gaz. Turbo garelka ham deyiladi bir xillar, inglizchasiga Wok Comfort deyiladi. Reshotkalari cho'yan. Bunda ham zajyalkalari har bitta qulog'ini o'zida, duxovkani ichida ham bor, gaz nazorati ham bor. Mabodo gaz o'chib qolsa, bemalol bu ham o'chirib qo'yadi, quloq ochiq qolgan bo'lsa ham. Endi duxovkani ichki qismiga keladigan bo'lsak, duxovka pastki qismi gaz, tevasi elektrga moslangan bo'ladi. Endi bu gazimizni grill pishirgani ham qulayligi bor. Undan tashqari duxovka полный biokeramический qoplama bo'ladi. Keramika bilan biokeramikani farqi bo'ladi. Misol keramika bu qumdan tashkil topgan, biokeramika bu boshqacha bir kraskani bir qanaqangidir bir hid chiqarmaydigan turi bo'ladi. Shunga e'tibor berasizlar. Xo'p, bunda ham ikkita to'rtburchakli, bitta setichniy bor, grill pishirgan qulayligi bor.
pastki qismlari ham bunda mana shkafni ochiladi. O'sha bu gazimizda e'tibor berasizlar. Mana misol uchun bu gazimizda bunday ochilgan bo'lsa, bu gazimizda mana shkafni chiqyapti, duxovka pastki qismi shunaqa ochiladi. Xo'p, bu gazimizni narxiga keladigan bo'lsak, 3,5 million qilib beryapmiz. Shuning ichida dastavka xizmatlari bo'ladi. Xo'p, keyingi gazimizga keladigan bo'lsak, Immer brendidan bo'ladi. Xo'p, gazimizni teva qismi bittasi elektr, 3tasi gaz. Xo'p, reshotkalari chugundan bo'ladi. Xo'p, nimasi zanglamaydigan material bosilgan bunga ham. Endi bunda e'tibor qaratiladigan narsa, xo'p, zajyalkasi bor, faqatgina bunda уже tokka ulanmasa ham chaqadigan qilib ishlangan. Duxovkani qismiga keladigan bo'lsa, bitta listi bo'ladi, bitta setishniy bo'ladi. Bu gazlarda jichcha duxovka qismi oldiki duxovka qismi jichcha kichkinaroq bo'ladi. Qolgan gazlarga nisbatan razmeri, litraji. Duxovka qismida bularda zajyalka bo'lmaydi. Bu brendlar, xo'p, Immer brendi o'zi o'zbeklarga tegishli, faqat narsalari tashqaridan keladi. Mana shu gazi misol Xitoydan kelgan bo'ladi. Garantiyli talonlari bor bu gazlarda ham. Xo'p, keyingisi buni narxiga keladigan bo'lsak, 2 million 150 ming so'mga chiqadi. Xo'p, keyingisi bu ham Immer brendidan bo'ladi. Endi buni teva qismi to'rovi gazga moslangan. Bittasiga e'tibor berasizlar, bitta garelkasi 2 talik yonadi, turbo garelka bo'ladi. Xo'p, bu gazni farqi narigindan, bu bo'ldi lyuksroq material, zajgalkasi har bitta qulog'ini o'zida, lekin duxovka qismida yo'q zajgalka. Narigindan farqi buni termokazateli bo'ladi duxovkasida. Duxovka qismida turbochalisti 2 ta bo'ladi. Setishniy bo'ladi. Bitta duxovkani pastki qismi gaz, teva qismi elektr bo'ladi. Masalan, bunda to'liq gazli variantida bu gaz. Tevasi bittasi elektr, lekin duxovka to'liq gaz edi. Bunda teva qismi to'liq gaz, past qismi tagi gaz, tevasi elektr bo'ladi. Lampochkasi bo'ladi ikkovini ham duxovkaning ichida. Endi bunda yana bitta farqi narigindan mabodo gaz o'chib qolsa, o'zi o'chirib qo'yadigan gaz nazorati bor, quloq ochiq qolsa ham. Xo'p, bu gazimizni narxiga keladigan bo'lsak, 2 million 550 ming so'm qilib beryapmiz.